Oy 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 oy. FIFA World Cup. Professional. Narsalar olib kelishdi bu yerga. Разговаривай на русском языке. На русском, окей. O'zimizni barak deysizlar ham? Bellingham. Subscribe. Go! Assalomu alaykum hammaga. Bugun YouTube ga yangi video olmoqchiman. Bu biroz qiziqarliroq bo'ladi, sabab bizni shaharda, bizni townda yangi narsa keldi, ya'ni bu Fall Festival. Yangi emas, har yili bo'ladigan narsa ekan, men birinchi marta eshitishim. Bugun shu Fall Festivalga bormoqchimiz. Aytishlari bo'yicha har xil ovqat, har xil roller coaster o'xshagan shunaqa narsalar bo'ladi deyishdi. Bugun shu yerga borib bir aylanib ko'rmoqchimiz. Bugungi sana 10-oktyabr. Bu Fall Festival, ya'ni kuz kelgani uchun shunaqa festival qilishar ekan. Bitta katta bir ko'chani yopib, shu yerga har xil ovqatlar, har xil narsalar kelgan. Borib bitta aylanib ko'rmoqchimiz. Adashmasam, ertaga oxirgi kun, u bir hafta davomida bo'ldi. Monday, ya'ni dushanba kunidan shanba kungacha bo'ladi deyishgandi. Bugun уже Friday, ya'ni juma kuni. Hozir men Carwashga keldim. Mashinani bitta mo'ka qilib, sekin shu Fall Festivalga ketsak bo'ladi. Ham Amerikadagi Carwashni ko'rsatib bermoqchi edim. Shunaqangi narsa, bu joy nomi Finish Line. Bu automated, ya'ni kirasiz, mashinani o'zi yuvib chiqarib beradi. Bu men bunga oylik obunasi bor. Obunasini pulini to'lasangiz, xohlagan paytingiz, xohlagan marta kelib yuvishingiz mumkin. Hozir kirib ko'rsatib beraman. Bu yerga kelasiz, mana bu yerda kod bor, kamera kodni shunday skan qiladi. Bu ochiladi, shlagbaum ochiladi. Sekin bu yerga kelib tursak, mana bu narsaga mashinani qo'yamiz, o'zi mashinani tortib olib ketadi. Hozir yuvib bo'ldik. Mana bu yerda yashil yonish kerak. Yashil yongandan keyin haydab ketsang bo'ladi deb chiqadi. O'sha mashinani chiqardi, yashil yondi. Bo'ldi, o'sha rovna 1 minut 30 sekundda yuvdi. O'zi quritib ham beradi. To'g'risi men yoqmaydi, tushib tozalash, yana bitta artish. Men haydab ketaman, o'zi haydagan payti mana bu oynadagi suvlar o'zi tushib qoladi, ustidagi suvlar. Hozir 1 soatcha vaqt bor. Nimaga keldik? Academy Shop, sport outdoor magazin. Mana bu do'stimiz bor, bu UFC fighter qilamiz buni. Promot qilamiz buni. Hozir bunga narsa olishga keldik. Nima MMA ga boryapti-da. Hozir promot qilamiz buni. Fighter qilamiz O'zbekistonda. Nima bilan urushaman deydi bu Islom bilan. Rustam, gapiring bir. Qachon fight? Ertaga. Natija bo'lyaptimi? Meni nima investitsiyalarim qoplayaptimi? Bu katta Walmartga o'xshagan, lekin bu sport do'koni. Aynan sport. Mana bu narsalar bor. Har xil. Keyin fitness olish narsalar bor ekan. Perchatka $30. Keyin nimalar bor ekan? Ichadigan narsalar, protein, nutrition gold stand $80 ekan. Sumka, har xil narsalar. Hozir biz nima olmoqchi edik? Nima olmoqchi edik? Wrestling shoe. Oyoqqa narsa. Wrestlingga boryapman dedi, shunga narsa olish kerak. Mana footwear yuqorida yozib qo'yibdi. Oy. Men o'zimga qiziq narsa topdim. Nike Adults Nike Zoom Superfly $105 ekan. Nike Phantom $100. Bular hammasi original. Phantom GX2 $90. Kimdir tushunsa, bilmadim, qiziq bo'lsa, Vapor Nike Zoom Vapor $95. Bu amerikanskiy futbolniki.
Bu taraf soccer. Shuncha tovar bor. Ko'rsa bo'ladi. Hozircha qiziqmas. Bu yerda Nike'ning o'zining shoeslar bor ekan. Air Max 270, Air Max XE. You like New Balance? Zo'r narsa topdim men. FIFA World Cup 2026-yil bo'ladigan World Cupni nimasi balon to'plari chiqibdi. Haqi $45. Trionda. Adashmasam Adidasniki Triondas chiqdi. Bu tarafda basketbol, American football, har xil narsa bor ekan. Bizlarga hali ham topmadik kerak narsani. Mana Future UFC champion. Nima oldik? Wrestling shoe. Nike o'zi ham. Narx qancha edi? Narxi qancha edi? Hozir ko'rib kelaydi. $63. Balla. $63. Voshcha qimmat-ku bu? Sizniki emasmi bu? No. Bu sen nima kerak musul? Endi urushmasangiz bo'lmaydi, $63 ga loyiq. Bala, men bir $25-30 narsa deb o'ylagandim. $63, az tax bilan $67 bo'ladi bu ham. $68 bo'ladi. Oh my god. Men 1 yillik shu olamanda, 1 yil kiyinaman pulga. Bitta ham bu. Bisirkatda Fall festivalga yetib keldik. Yarim soat parking qaradik. Hamma joy $10 parking yozib qo'yishgan. Давай, Farhod F1 driver. George Russell. Yes. Not licensed. That's all right. No, it's not about not licensing like this kind of like illegal guys. It's all about like it's real sport. Da. It is, yes. Oy mana Professional. narsalar olib kelishdi bu yerga. O'zi bu oddiy ko'cha edi. Bu narsalarni turishgan, olib kelib food truck. Bitta chiqib ko'ramiz shunga. Shunga bitta chiqib video olib ko'ramanmi? Bilan nima esdan chiqib ketdi, men kiyadiganim bor edi. Da. Shuni olib kelish kerak edi. Bilmadim-da. Mana yetkasin. Давай, Rustam. Давай. Приз beradi. Нет, просто ты должен. Ses kerak ekan. Ha, bu turadigan emas, bu platosiz kerak ekan. Prove yourself, UFC'ga chiqishdan oldin buni prove qilish kerak. Mana, boring. Boslas podarka beradi. Давай. Давай bitta 20 ta qilib bering. Давай, вот, мам. Can I try? Can I try? Can I try? Yeah. I'm not gonna. Bu bola ham juda o'xshaydi bola-ku. Can I try? Yeah, but I'm gonna have him go first because he's been waiting for me. Ruslanbek Bosadov hozir bizni shogird bu. O'zim lishni tayyorlaganman. Bizni jangchi u, men investorman buni. Lekin oqlamayapti hozircha. Bahromdan bor-ku, qishda qor so'rashsa qorni teginga bermaydi Bahrom. Men investorman deydi. Rustam 20 ta qilmasangiz nima emas? 20 ta qilaman. Kontraktni bekor qilamiz. Давай. All right, let's see him. Let's go. Three more. 5 a day so far. 3, 2 more. 4,
One more. Let's go. Nice. Yes, sir. Nice. Narsa berasiz sizga. Ketdik. Voy. 25 ta. Ketdik. Mana nima berdi? Futbolka. Red flag oldi mana. Boshlaylar update. Nashiga chiqib ko'raman-da. Chiqasizmi mana bularga? Yeah. Voy. I'm good. Men ham shu yo'qman. Men chiqaman lekin. Mana bunga chiqing bo'lmasa. Toping narvani ovqat mana. Shuncha food truck bor. Ko'chani boshigacha food truck. Men bir safar Rockada Qancha ekan o'zi ovqatlar narxi? Men o'sha boshi borsa $13 bo'lsa kerak, $13. kim biladi? Yana kim biladi, bilmadim. Your vlog? Yep. Vlog qilyapsam deydi. Ha? Vlog qilyapsanmi deydi. That's good. I like this. Oops, sorry. Mana nima bu? Boshlash ekan. Kimdir post qo'ygandi, lamdan nimasini. Ha, buni try qilib ko'rish kerak. Donut by burger. Oh. Apple cherry cider. Sizlar ovqat yemoqchimisizlar, shirinlik urmoqchimisizlar? Men zavtraqga yo'qman. Men ham obed qilmadim, breakfast qilgandim. Nima? Qani? Fried ravioli-da. Qaysi chiroyli? Mana lekin fried ravioli ham normaliy. Bilmadim, menga yoqmayapti lekin. Ha, mana shu. Короче, Mana shuning uchun. men eng katta qo'rquvim food poisoning. Qo'rqib deb odam bo'lmagan. Ular javob beradi. Men javob berish bilmadim, lekin bilmaysiz-a? Bilmaysizlar. Ko'ralik, u taqoqat bor. Menga yoqmayapti lekin bu. Bir aylanib kelamiz. Bu yerda o'zi burger yeyapti odamlar, bular shu uchun. Nima ekan? Endi bir US Navy edi-ku, tumasida. nima deb yozib qo'ygan. Bayonli formalarda o'tiruvdi hammasi. Ana shu intervyu beraylik. Forty Newsman. Crazy Core. Brat, qarang. Bu brat ham ichida o'ylayotgan bo'lsa kerak, brat. Hayotda nima qilyapman deb. Ronaldo. Amerikadagilar ham Ronaldo'ni deyishadi. Kichkina bola Ronaldo formasi kiygan orqadagi Portugaliyami? Changoni yurtini changoni. Bilaman-da, amerikaliklar dedi, yaxshi emas-da. Oldindan bilaydi. Islomni Kechroq qanaqa bo'lar ekan bu yer endi? yorug' bo'lsa kerak. O'zi shaharda eng chiroyli street mana shu yerda. Chiroylilardan bittasi. Yeah. Eng chiroylisi emas, lekin chiroylilardan bittasi. Qayer bor bundan chiroyli? Downtown. Downtown shit. Bo'lmaydi. Bundan ko'ra yaxshiroq-ku. Kechqurun keling bu yerga siz. Mana bu hammasi bar, mana bular hammasi bar. Las Vegas bo'ladi. Da, Nashville bo'ladi. Aka bitta ovqat olaylik. Aka bitta suv chabi Jordan juice mi biror nima olamiz, bosa-bosa yeb bitirib yeymiz. we can beat our meat.
qani? Давай. $6? You can't beat our meat. Давай. O'zingiz sizlarni bolalar bor deyman. Best meat on the street. Ha? Ey, kichkina ol. 4 ta yeyman men unda. Oy, nimada kuygan hidi chiqdi. Memorial Private. Kuygan narsa hidi chiqdi lekin. Bu trek olaylik. Shunaqa. Buy one get one lemon shake up. Eng nimani topaylik, eng busy joyni topaylik, shu yerga boramiz. Lekin o'shanga turasizmi so'ng? Ha? O'shanga turasizmi yo'qmi? O'sha eng busy joy, eng yaxshi joyda. Odamlar yo'q, aqlli. Kim qanaqa hot topgan? Bitta Burger turadi shunchaki. Burger. Otirma cheeseburger turadi. Tamom. Yo, u ham nima deydi? Oddiy ban, noni bor, bitta go'sht bo'ldi. Halloween ham yaqin. O'zi kostyumlarni olgan bular. Kostyum oldingizmi? No. Men ko'rganmiz hech kostyum olganimni. O'tgan yil kostyumi bordi, polni partiyalarda bosa-bosa qilib beruvdi. Allaytda. Mana Kung Fu Panda. Kung Fu Panda? Panda nimasini olganmidingiz? Nima olgandingiz? Chinadan? Kung Fu Panda emas. U nima bu? Kung Fu. Ya, u shunchaki sovg'a edi menga. Uni Halloween uchun emas. Uni вообще-то men qachon oldim? To'g'ri keldimi rasman? Ha, bu. Razmer to'g'ri keldimi? Ha. O'sha paytda to'g'ri kelmagan, hozir to'g'ri kelyapti. Kung Fu Panda bo'lib yuradi endi. qarayapsan ovqatga. Normal ovqat chiqmayapti. Oxiri shaxsga boramiz. I don't know which one, you know? Я разговариваю на русском языке тоже. На русском, Ну окей. да. А можно нам, мне, один чебурек и один шашлык? Curly. Один чебурек, один шашлык. And do you guys accept the card? Okay, perfect. What about tap? Apple Pay? Say it again? You have Apple Pay? Yes, everything. Okay, okay. Everything paid, I call it. Biz nima So topdik? I have один чебурек, Mana bu один narsa shish kebab topdik. not. Bu nimani joy ekan? Ukraine. Bitta soda olmaysizmi? Suv olmaysizmi? Soda. And Qancha bo'ldi? No. Bir donasi $6 ekan buni. чебурек. Think. Шашлык и чебурек. Shashlik. Men yemayman, davom narsasini. Vegetable yeysizmi? Ha? Men pelmeni olmoqchi edim. Men yeyishim kerak shuni. Hi, can I get the pelmeni and the cheburek Mani and cheburek, sure. Yes. $16. and the Coke, the One Coke? can? Yes. Okay. How's the size of the pelmeni? You get 12 of them. They're like little dumplings. Okay. So I have $18. They're cooking right now. Okay. Perfect. Can I get a There's your cheburek. Oh, thank you. Can I get a чебурек Qanday ekan? and the soda? Это лучшее то, что я пробовал. Gumma. O'zimizni. Or not to eat them here. O'zbekistonda gumma deyishadi. The Coke. Ну, у нас в школе тоже так продали чебуреки. Ну, вспомнил, да? Тот вкусный. Bular ham gumma deydimi? Ha? Bular ham gumma deydimi? Bulmaması bu. Shundan-ku gumma. Bizda Xorazmda gumma deyiladi-da bu. Bulma. Molda ichak chovoqlaridan qilinadi. Bizda mana shu Bu gumma. pirojka deyiladi bizda. Gumma deyiladi bizda. Mana bu Bugun qorin to'ymaydi. o'zimizni barak deysizlarmisizlar ham? Adabichada Men. barak deyiladi, to'g'rimi? Ha, barak. Barak bilmayman. Kichkina barak. Bizda Xorazmda ikkita barak bor. Bitta katta barak, ya'ni tuxum barak. Bu kichkina barak deyiladi. Shu
Bahrom bizni allaydi faqat. Bizni Arazmda barak. Mana bu ana deydi. Mana bu gömma deyiladi. Hozir gömma. Barak zo'r qilaman, balo qilaman, bir nima deydi. Allaytsang hech chiqib bermaydi. Qilishni bilmayman. Endi kameraga bunday deydi. Kamera o'chsin. Mana bu lekin ketib qatiq bor. Qatiq emas endi sour cream. Yaqin. Smetana. Da. Ovqatlanib keyin ana narsalarga chiqib ko'ramiz. Ayona bu yer tiket kartini olish kerak. Xuddi nima O'zbekistonda park bo'ladi-ku, parkda o'yinlar bo'ladi. Xuddi shunaqa mana. Bu yerda chatqalak bor ekan, o'tkazishdi. Bu yerda o'yinlar bor ekan mana. Ana u yerda crazy narsa bor, uchyapti, ko'rsansan. Bu yerda har xil o'yin, ya'ni pul to'lab o'ynaysiz, priz ichish mumkin. Mana bu o'ynab ko'ramizmi? Ana har yaradi yotib. Okay, keyin shundayman bularga. Hello. My God, how you doing, buddy? Good. Do you accept Apple Pay? Yeah. Okay. How much the serve? $3, $6 if you're using Apple Pay. Okay. $5 if you have cash. Do you have any prize or something? Do you have any prize or something? Right here, you get a prize no matter what. If you pop 3, you get one over there. How many shots? 3. Oh, so I should pop 3 out of 3. I should pop the 3 balls out of 3. Yeah, if you pop 3 out of 3, you're over here. If you don't, you're right here in the middle. Okay. Or on the Yeah. back. Let me try one. Very good. Bahrom sniper. Nega bu? Bahromniki. Bahrom o'zimda olaylikda. Kelgan deb qo'yaman. Bosing. Bittada. Bitta tortib oling. Tekin narsa zo'r ketadi. Yo, Russian deydi. Bahrom sniper. Ava. Yo'q, Yomon snipersiz, Rustamdek. Let's go. Yeah, anaka. Yeah. Alright. He's an MMA fighter, you're a bro. You're a bro. Not from Pakistan. I'm from Uzbekistan. Bro. Uzbekistan. He's an MMA fighter. D1 wrestler. D1 wrestler. I don't know that. Very good. National champion. Anything right here, you do that again, down here. You do it 2 more times? Right there. Let's go, more. $6, bro. $6. Ah, you're fucking cheap. Don't be cheap, man. That's big. Yeah. Is that sharp? It's festival, man. Don't worry about the Let me money. get this one. Festival $2 $6 deydi, biling. Both boys. Yes. He said, yeah. Oh, boy. Very nice. Thank you. Put it there. Bobom. Narsit mana Dolphin. 3 ta shar otasan dedi, 3 tadan 3 ta ursang katta o'yinchoq beradi dedi. Agar ura olmasang, mis qilsang kichkinasidan beraman dedi. Mana piroda dedi. No, I'm vlogging. Oh. How many shots? 100. 100? 100 shots. 10 wins choice. So I will shoot 100 shots. Shots. Do you have prize or something? Right.
How many shall I hit or? Shoot the whole star out. Okay, let me try. $10. Okay, do you have Apple Pay? I don't have cash. Do you take card? No, I don't have cash. Savdolashib qo'lingda baxtim. $10 desa $5 beraman. Hech to'xtamam dedi. Cash yok demanglar. 100 ta o'q atarkansiz, bro. Ha? 100 ta o'q atasan deyapti. Avtomatik yurtda bitta bo'lsa siz o'yinchoq avtomat. Bitta bo'lsa faqat Ana u nima o'qtasizda temir yoqcha kichkina narsadan. Oh, mana basketbol qaralarning o'yini bor ekan. Negirlar o'yini bu. Unaqa narsa aytmang, ey. Ha. To'g'ri gapirgan bo'lsam ayting. Ha, siz buni Telegramda qo'ying, Telegramda bloklamaydi. Ya, YouTube ham bloklamaydi, no? Hey? Obyomi? Twitch'da bloklaydi, Twitch blok qiladi. Mana. Mana bu ham bitta ko'rish kerak edi. Instagramga qarayvering, mera pickpocketlar ko'p edi. Ya, metsan, o'ta telefon bor, boshqa hech nima yo'q. Mana, biz O'zbekistondagi narsani o'g'irlaymiz. Bu tarafga olib keladi. Ketadi bu amerikanisi. To'g'rilatga payt sho'ni ursangiz juda kerak. Bilaman. Rustam men so'ng urdingizmi? Sizni kim edi bu? Bilmayman. Bu yerda ham bir xil o'yin bor ekan. Ana nima ekan? Sizlar gamblingga qiziqmaysizlarmi deyman? Mana gambler. Hey bro, siz ana bu yerdan tiket olinarkan, hammasi olinarkanda, mana bu 12 dona kupon ketkazarkansiz mana bunga. Bu nechtadir kupon berarkanda sizga $30 ga. 30 dollarga 3 talamiz 10 tashlasak ham bo'lar ekan. Hamma o'sha yo'q chiqasiga. Ashi kerak emas. Voy, Men ishonmayman chiqasiga sen. Ya, gap so'rashda emas, deydi. Yoshim 20 da, men. Bo'lmaydi. Qo'lim bunday qilib aylanib yuraman qo'llarni. Qo'llarni aylantirib yuraman. Qiziq emas-da, bro, qarang hammasi zerikalilar. mana bularki crazy edi mana bu. Hozirdan oldin korkov boraman, unda ko'p narsa bor. Ano, brat, tanisizmi? Instagramda Slavik nima deb chiqadi-ku? Therapy deb chiqadi-ku. Asta qotib bo'ladi. Rostdan tenga qaytadi. Yo. Am I in the vlog? Yeah, it's a vlog. Heck yeah, man. What is that? YouTube. Actually, what's your channel name? It's not in English actually, so I do in different language. Yeah. Yeah, it's okay. Are you IRL streaming? No, I'm not streaming. I'm doing Can vlogs. you type it in? Yeah, type it in. I just started. Let's go CR7. Let's go CR7. Here, we gotta see this. You watch soccer? Huh? You watch soccer? Yeah. Yeah. I do. Also. Bellingham. Barcelona, Lamine. Yes. I just started. I have about 60 subscribers. Bet, bro. Wait, where are you from? Hey, I'm from Uzbekistan. go subscribe. Go! Yeah. Hey, Yeah. like, comment, subscribe. Hey, yeah. Hey, yeah. Let's go. I will post next week. All right, bet, bro. Yep. See ya. All right, say bye.
уже Fall Fest tugatib uyga qaytdik. Soat taxminan 5. 1,5 soat yurdik, aylanib. Har xil o'yinlar bor ekan, bir ikkitasi o'ynab ko'rdik. To'g'risi, meni fikrim zo'r narsa. To'g'ri biroz qimmat, sabab bir yilda bir marta bo'ladigan narsa, shunda ham ozgina qimmat. Bitta joy topdik, ovqatlanishga ukrainaliklarning narsasi o'zimizni pelmeni, ya'ni kichkina barak bor ekan, keyin bizda Xorazmda gumba deyiladi, shu narsa bor ekan. Yaxshi experience bo'ldi, yaxshi tajriba bo'ldi deb o'ylayman. Mazza qilib aylanib keldik. Agar shunaqa videolar qiziq bo'lsa, agar shunaqa festival narsalar bo'lsa, borib ularda ham vlog qilib yana bitta chiqaramiz. Hammaga omad, keyingi videoda ko'rishguncha.